Assalomu alaykum, bu Nishobuz loyihasi va sizlar bilan Umar Zokirov. Do'stlar, bu galgi videomizda Xitoyning pinduoduo.com internet magazinidan mahsulot buyurtma qilishni o'rganamiz. To'g'ri, bu haqida YouTube'da videolar juda ham ko'p, lekin ushbu videoni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Zero ushbu videoda sizga foydali va kerakli ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Demak, ushbu videomiz davomida nimalarni ko'rib chiqamiz? Pinduoduo haqida biroz ma'lumot, qanday ro'yxatdan o'tish, ishonchli kargo kompaniya hamda mahsulotlarni buyurtma qilib, qanday qilib O'zbekistonga olib kelish to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Va albatta pinduoduo.com internet magaziniga to'lov qilishni ham ko'rsatib o'tamiz. Pinduoduodan mahsulot sotib olish juda ham oson. Siz faqat to'g'ri ro'yxatdan o'tib, ishonchli kargo kompaniyani ulab olsangiz bo'ldi va yana bir muhim narsa, u yerdagi mahsulotlarni to'g'ri tanlasangiz bo'ldi. Eng muhim narsalar shu. Deyarli qiyin emas. Siz Xitoy tilini bilishingiz ham shart emas. Bugungi videomizda iPhone'da qanday qilib buyurtma qilishni o'rgatamiz, lekin bu degani Androidda bo'lmaydi degani emas. Androidda ham, iPhone'da ham deyarli bir xil ishlaydi. Shuning uchun sizga iPhone'da ko'rsatib beraman, lekin Android telefonlarda ham qanday uslubga qilishni yo'l-yo'lakay aytib o'tamiz. Birinchi o'rinda iPhone qurilmamizda Pinduoduo'ni yuklab olamiz. App Store'ga kirganimizdan keyin qidiruvga Pinduoduo deb yozsak, App Store'dan topsa bo'ladi. Mana shu ilova Pinduoduo ilovasi. Yuklab olamiz. Demak, yuklab olganimizdan keyin ilovaga kiramiz. Demak, biz muvaffaqiyatli ravishda Pinduoduo ilovasini o'rnatdik. Endi Android telefonlarga qanday o'rnatamiz? Brauzerga kirganimizdan keyin bu yerga Pinduoduo deb yozamiz. Chunki Pinduoduo Play Marketda chiqmaydi va mana o'zining ofitsial saytiga kiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin pinduoduo.com. Mana shu saytga kirganimizdan keyin u yerda mana bosh sahifasida katta bannerda ilovani yuklab oling degan, mana shuni ustiga bosamiz. Shu bannerga bosganimizdan keyin keyingi saytda mana Pinduoduo ilovasini yuklab oling demoqda, shuni bosamiz. Biz Pinduoduo ilovasini ushbu qurilmamizga o'rnatganimiz uchun avtomatik ravishda programmaga kirib ketdi, lekin siz Androiddan kirsangiz ushbu ilovani yuklash boshlanadi hamda yuklab olgandan keyin APK faylni siz telefoningizga o'rnatib olsangiz bo'ladi. Demak, biz mana Pinduoduo ilovasini yuklab oldik. Bu yerdagi mahsulotlar bilan tanishib olsangiz, juda ko'pchilik Pinduoduo bilan ishlashni biladi. Biror bir mahsulot tanlaymiz. Masalan, mana shu krossovka. Demak, mana bu 29.9 degani bu mahsulotning narxi hisoblanadi. 29.9 yuan. Bu dollarda qancha bo'ladi? Bunga ham siz konversiya uchun biror bir ilova o'rnatib olsangiz bo'ladi. Men mana bu ilovadan foydalanaman. Hozir mana X degan ilova bor. Men o'zim mana shu ilovadan foydalanaman. Bu ilova shunchaki pul birliklarini hozir kurs qancha bo'layotganligini ko'rsatib turadi. Xo'sh, mana o'zbek puli hozir kunda dollar so'mga nisbatini ko'rsatmoqda. Biz bu yerga Xitoy pulini ham qo'shib qo'yamiz. Mana shunday qilib biz so'm, dollar hamda Xitoy puli yuanni narxlarini mana shunday qilib onlayn ko'rib tursak bo'ladi. Bu hisoblash uchun oson. Hozir aytib o'tganimdek, bu tovarga kirganimizda mana 29.9 yuanni biz dollarda nechta pul bo'lishini ko'rib olamiz yoki so'mda. Mana bu yerga 29.9 yozsak, mana 4 dollar 14 sent yoki o'zimiz so'mda 53.500 so'm. Taxminan mana shunday. To'shni aniq shu narx emas, chunki siz yuanni sotib olayotganingizda sizga dollarda yuanni yoki so'mda yuanni qimmatroq berishlari mumkin. Bu yerda ko'rsatayotgani esa Xitoy Milliy bankimi, qandaydir Xitoy banklarini o'zaro qo'shib turib nisbatini hisoblabmi, shunday qilib ko'rsatadi. Lekin mana shundan juda bo'lsa 1 yoki 2 sent nari beri bo'lishi mumkin narxlari. Demak, mana shu krossovkamiz 29.9 yuan ekan. Va yana bir narsa, mana Pinduoduo ilovasi ko'rib turganingizdek to'liq Xitoy tilida. Buni osongina o'zbek tiliga o'girib olishimiz mumkin. Mana shortcuts yordamida. Buni bir marta bossak, tarjima programma o'rnatganmiz, o'sha bizga tarjima qilib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zbek tiliga o'girildi. Ushbu ilovani qanday o'rnatish haqida YouTube'da batafsil video tayyorlaganmiz. Video opisaniyasiga yozib qo'yaman, uni ham kirib ushbu videoni ko'rib, ushbu ilovani o'rnatib olishingiz mumkin. Mahsulot rasmi, keyin mahsulot haqida ma'lumot, opisaniya, undan keyin mana bu yerda mahsulot sotib olganlar kommentariyasi turadi. Mana 2130 ta kommentariya bor ekan.
Biror bir mahsulot tanlashingizdan avval, sotib olishingizdan avval u mahsulotlarni mana shu kommentariyalarga kirib, realniy rasmi qanday ekanligini ko'rishni tavsiya qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. Realniy sotib olgan odamlar mana shunday qilib rasmlar bilan o'zlarini fikrlarini yozib qoldirishadi. Pastroqda esa mana sotuvchi haqida ma'lumot, mana ko'rishingiz mumkin sotuvchi haqida ma'lumot. Qani biz sotuvchi haqida ma'lumotni ko'ramiz va qanday sotuvchi ekanligini tekshirib olishimiz mumkin. Demak, bu yerga yozibdi, mana ko'rinayotgan bo'lsa, 8 yildan beri Pinduoduo'da savdo qiladi va 1 milliondan ortiq savdo qilishga erishgan. Mana shunday ishonchli do'konlardan bemalol siz mahsulotlarni sotib olsangiz bo'laveradi. Endi biror bir mahsulotni sotib olishimiz uchun mana bu pastdagi qizil tugmani bosishimiz kerak. 29.9 yozgan. Mana shu aytaylik, mana shu krossovka. Sotib olishni bosamiz. Bu yerda ranglari va pastda razmerlari bor. Mana bu olov narsa esa eng ko'p sotilganini bildiradi. Mana shuni tanlab deylik, 43 razmer va pastdagi qizil tugmani bosamiz. Bossak, ko'rishingiz mumkin, keyingi bo'limga o'tmoqda. Endi biz nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda manzil kiritib olishimiz kerak yuqoriga. Keyin mahsulotni mana tanlaganimizdan keyin buni sonini ko'paytirsak bo'ladi. 1 ta, 2 ta shunday qilib. Va undan keyingisi to'lov usuli. To'lov usullarini ko'rishingiz mumkin. WeChat Pay, yana qanaqandir to'lov usuli. Mana bunda esa mana Visa karta orqali to'lov qilsa bo'ladi, keyingisi esa Alipay orqali to'lov qilishimiz mumkin. Biz Visa karta qo'shishimiz uchun mana shuni ustiga bosib turib, Visa karta qo'shib biz bemalol buyurtma qilsak bo'ladi. Yoki Alipay ilovasini o'rnatib olganimizdan keyin Alipayni tanlab, telefonimizdan bemalol Alipay orqali to'lov qilsak bo'ladi. Shu yerda yana bir ma'lumot, agar biz Visa karta orqali to'lov qilsak, yuanni dollarga o'girganligi uchun 3% xizmat haqqi oladi. Masalan, hozir agar Alipay orqali to'lasak 59 yuanu 59.21 yuan bo'lsa, mana ko'ramiz, hozir 59 hop, to'xtang, biz buni bittaga o'tkazaylik. Mana 29.9 yuanni hisoblaylik. Bittaga o'girganimizdan keyin 29.9 yuan hisoblasak mana 4 dollar 14 sent ko'rsatmoqda. Agar biz buni dollarda to'laydigan bo'lsak, ya'ni Visa karta orqali to'laydigan bo'lsak, 4 dollar 14 sentni ko'paytiramiz 1.03 ga. 4 dollar 26 sent yechib oladi. Agar biz yuanda to'lasak, faqatgina mana shu 29.9 yuanni o'zini yechib oladi. Dollar to'laydigan bo'lsak, birozgina xizmat haqqi qo'shiladi. Endi birinchi o'rinda biz manzil kiritishimiz kerak bo'ladi. Manzil kiritishni eng yuqorisiga bosamiz va bu yerda mana manzil kiriting demoqda. Undan avval ortga qaytib, sizga qanday qilib ushbu ilovadan ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib beraman. Buning uchun mana bosh sahifaga o'tganimizdan keyin pastdagi mana bu belgini bosamiz. Bu shaxsiy kabinet bo'limi. Shu yerga o'tamiz. Hamda mana biz o'zi ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi bo'lganimiz uchun bizni ro'yxatdan o'tgan deb ko'rsatmoqda. Biz bu akkauntdan chiqib ketamiz. Va mana chiqib ketganimizda bizga pusto yangi holatda ko'rsatmoqda. Endi mana bu yerga o'tib, mana bu yuqoridagi mana bu yerni tarjima qilib olamiz, nima deyotganligini ko'rishingiz uchun. Mana kirish uchun bosing demoqda. Uni bosganimizdan keyin keyingi bo'limda ko'rishingiz mumkin WeChat orqali ro'yxatdan o'tish va pastdagi mana bu ko'k yozuvni bossak, boshqa usul bilan ro'yxatdan o'tishlar bizga chiqadi, mana pastroqda ko'rsatmoqda. Mana QQ brauzer yordamida ro'yxatdan o'tish hamda telefon raqami yordamida ro'yxatdan o'tishni ko'rsatmoqda. Biz telefon raqami yordamida ro'yxatdan o'tishni tanlaymiz va yuqorida mana telefon nomerimizni kiritishimiz kerak. Hozir tarjima qilib olamiz, nimalarni so'rayotganligini ko'rishingiz uchun. Mana mamlakatni Xitoy tanlangan ekan, biz bu yerda O'zbekistonni tanlashimiz kerak. Shunda biz O'zbekiston nomerini kiritishimiz mumkin. Endi bu yerda hammasi xitoycha yozuv, tarjima qilib o'tirmaysiz. Mana bu yerda telefon nomerlaridan 998 topsangiz bo'ldi mana. 998 bu O'zbekiston. Va bu yerga telefon nomerimizni kiritamiz. Mana shunday holatda 998 dan keyin 99 82 62 22 men o'zimning nomerimni yozdim. Siz ham mana shunday qilib o'zingizning nomeringizni yozib, mana bu qizil tugmani bosishingiz kerak bo'ladi. Bosganimizdan keyin bizni telefon nomerimizga SMS keladi. Mana bu yerda sekund sanamoqda. Mana shu sekund tugagandan keyin yana bir marta urinib ko'ramiz. Va nihoyat mana bizga SMS keldi. 3-chi yoki 4-chi marta uringanimizdan keyin keldi. Demak 918 881.
Va biz muvaffaqiyatli ravishda Pinduoduo ilovasidan telefonimiz yordamida ro'yxatdan o'tdik. Endi esa shaxsiy kabinetimizga o'tib, kargo kompaniya manzilini kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Xabaringiz bo'lsa, Pinduoduo ilovasidan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri dastavka ham bor edi. U qanday dastavka? U ham bitta kargo kompaniya bilan Pinduoduo shartnoma qilib, o'shalar orqali mahsulotlarni O'zbekistonga yuborayotgan edi. Lekin hozirgi kunda Temu ilovasi bilan muammo chiqqanligi sababli Pinduoduo O'zbekistonga hozir mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri yubormayapti. Shuning uchun bizga kargo kompaniya kerak bo'ladi. Bu muammolar tinchib hal bo'lib ketgandan keyin Pinduoduo yana O'zbekistonga mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri yuborishi mumkin. Lekin baribir kargo kompaniyadan foydalanish anchagina arzon hamda sizga anchagina qulay. Bu haqida ham video davomida sizga ma'lumotlar berib o'tamiz. Endi esa manzil kiritishni ko'rsatib o'taman. Manzil kiritish uchun biz biror bir tovarni tanlab, uni sotib olishni bosib, kerakli razmerini tanlab sotib olishni bosib, keyin mana bu chiqqan oynadan yuqoridagi plus tugmasini bosib turib, bu yerdan manzil qo'shsak ham bo'ladi yoki shaxsiy kabinetimizga o'tib, to'g'ridan-to'g'ri kargo kompaniyalarini manzilini ham qo'shib chiqsak bo'ladi. Mana bu shaxsiy kabinet bo'limimizga o'tganimizdan keyin mana bu yerda telefon nomerimiz tagida mana kichkinagina lokatsiya belgisi bor. Mana shuni bosamiz. Bosadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda manzillar ro'yxati bo'lishi kerak. Bu yerda hozircha hech qanday manzil yo'q. Добавление adresa tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga O'zbekiston manzilini kiritishimizni so'ramoqda. Ko'rishingiz mumkin. Telefon raqam, polichatel mana. Hamma narsa o'zbekcha manzil kiritiladi. Bu yerda siz bu ma'lumotlarni kiritsangiz, mahsulotingiz to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga yuboriladi. Lekin biz buni tavsiya qilmaymiz. Aynan pastdagi mana xitoycha yozuvni bosamiz. Bu yerda tarjimasini ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda xitoycha yozuvda nima deb tarjima qilinganligini, nima deb yozilganligini hozir mana. Xitoy yetkazib berish manzilini qo'shing demoqda. Ya'ni Xitoydan O'zbekistonga olib kelib beruvchi kargo kompaniyaning manzilini mana shu yerga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Mana. Bizga mana shunday holatda Xitoydagi manzilni kiritishimiz kerak. Buning uchun biz kargo kompaniyaning Xitoydagi manzilini olishimiz kerak. Va sizlarga ushbu videoda bitta kargo kompaniyani tavsiya qilmoqchiman. Bu kargo kompaniya o'zimizga qarashli BTB kargo kompaniyasi. Xo'p, mana BTB kargo kompaniyasi Telegram kanalida hozirgi kunda 5900 ta obunachisi bor va bu yerda avia hamda avtodan doimiy yuklar kelmoqda. Ularni mana shu kanaldan ham kuzatib tursangiz bo'ladi. Qadrli BTB kargo kanali obunachilari, bugun 14-mart 2025-yil yana bizga Xitoydan yuklarimiz yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin, avto va avia yo'nalishdagi yuklarimiz. Avto 3-va 4-partiyalarimiz yetib kelgan. Avto 3-partiyamiz 22 bo'lsa, 25-fevraldan 1-martga Xullas, qaysi yuklar qachon kelayotganligini ko'rsatishadi. Masalan, mana oxirgi postda avia 10 partiyadagi yuklar 8 kunda yetib kelganligini ko'rsatishmoqda. Xo'p, avto ko'rishingiz mumkin 12 kunda, avia 7 kunda. Undan avval avto 15 kunda, avia mana 6 kunda yetib kelganligini ko'rsatishmoqda. Mana shu kargo kompaniyaning manzilini kiritib sizlarga ko'rsatib beraman. Buning uchun adminga yozishimiz kerak. Bu yerda admin bor. Mana telefon nomerini ham ko'rishingiz mumkin. 97 260 06 06 adminga bosamiz. Va mana men avval ID kodlarni olib tayyorlab qo'yganman. Ko'rishingiz mumkin. Mana bittasi avia uchun manzil, bittasi avto uchun manzil. Tariflar bilan tanishib chiqamiz. Tariflari ko'rishingiz mumkin. Avtokargo 20-30 kunda keladi deyilmoqda. 1 kilogram uchun $7.90. Avia kargo 1 kilogram uchun $9.90. 7-14 kunda keladi deyishmoqda. Kanalda ham ko'rishingiz mumkin, necha kunda kelayotganligini hozir ko'rdingiz. Xo'sh, demak, qolgan ma'lumotlarni so'rasangiz sizga tashab berishadi. Eng asosiysi, zakaz berganingizdan keyin tovar track nomer degan narsasi bor. O'shani ham ularni Telegram botiga kiritib, mahsulotingiz haqida ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Avia uchun manzil kiritamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin BTB 000 qilingan. Siz agar ID kod olsangiz, mana shu nollar o'rnida siz uchun berilgan maxsus kod bo'ladi. Masalan, BTB 5274, BTB 8542 shunga o'xshagan siz uchun berilgan maxsus kod bo'ladi. O'sha kod tovar sizga tegishli ekanligini anglatadi. Uni faqatgina mana shu admindan olib, keyin Pinduoduoga qo'shib, o'sha kod ustiga yozilib kelsa, keyin sizga, ya'ni o'sha tovar sizniki ekanligini aytishadi. Masalan, mana shu klient ham mana buyurtma bergan. BTB 7000
mana shu qaysidir klientga tegishli tovar. Mana bunday rasm qilib tashlashgani. Undan keyingisini ham ko'rsatamiz. Mana masalan bunda ham yozilgan, mana BTB 3844. Xuddi shunga o'xshab sizga ham maxsus nomer, raqam berishadi va o'sha raqam yordamida ular ham tovarlaringizni sizga tegishli ekanligini ajratib borishadi. Buning uchun endi biz manzil kiritishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu berilgan manzildan kopirovat qilib ko'chirib olamiz. Mana ustiga bosib turib, deylik, kopirovat qildik va Pinduoduo ilovasiga kiramiz. Endi bu yerda mana bu xitoycha yozuvni ustiga bir marta bossak, ko'rishingiz mumkin. Vstavka, ya'ni hozir saqlanib qilib olgan narsani shu yerga tashlaymi demoqda. Biz tashlashga ruxsat beramiz. Va mana bu yerda avtomatik ravishda hozirgi bizga berilgan manzil, ko'chirib olgan, kopirovat qilib olgan manzilimiz avtomatik ravishda qo'shilmoqda. Endi eng asosiy narsa qabul qiluvchi ismiga biz mana BTB hozir berilgan bizga kodimizni yozib qo'yishimiz kerak. Ko'rdingizmi? Qabul qiluvchi bo'sh turgan edi. Mana shu yerda agar xitoycha yozuv bo'lsa ham, biz mana shu yerga o'chirib BTB mana shu va undan keyingi bizga berilgan maxsus kodni yozishimiz kerak. Bu telefon raqam BTB Cargoning Xitoydagi sklatini nomeri, undan keyin manzil va manzildan keyin oxirida ham mana shu ID kodimizni yozishimiz kerak. Bu yerda avtomatik ravishda o'zi qo'shildi. Va mana bu qizil tugmani bosamiz. Bu saqlanib tugmasi. Ko'rishingiz mumkin, bizning Xitoydagi kargo kompaniyamiz, ya'ni kargo kompaniyamizning Xitoydagi manzili muvaffaqiyatli ravishda qo'shildi. Bu yerga bir nechta kargo kompaniyalarini qo'shib olishimiz mumkin. Endi ana avto uchun berilgan manzilni ham qo'shib olamiz. Hozir ko'rsataman uni ham. Yana shu yerga kirib turib, yana xitoycha yozuvni bosamiz. Yana so'ramoqda va разрешить stavkani bossak, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham manzil avtomatik ravishda qo'shildi. Lekin bu yerda aytib o'tgandek oxirdagi ID kod qo'shilmagan ekan. Bu yerga qavis ochib turib, hozirgi bizga berilgan ID kodni yozib qo'yishimiz kerak. BTB bizga berilgan 4.0, lekin sizga boshqacha beriladi. Mana bu ismga ham buni o'chirib tashlab, xuddi shunaqa ID kodni yozib qo'yishimiz kerak. BTB 4.0 va mana qizil tugmani bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, bizda ikkita manzil qo'shildi. Bittasi avia uchun, bittasi avto uchun. Bu avia uchun, avto uchun deyilayotgan narsalar nima ekanligi haqida qisqa ma'lumot beraman. Avto deganda yuklaringiz avtokargo orqali yetkazib beriladi. Fura yoki qandaydir katta yuk mashinasi shular orqali O'zbekistonga yuklaringizni olib kelishadi. Shuning uchun ham yetib kelish muddati biroz uzoqroq, lekin narxi arzonroq. Aviada esa yuklaringiz samolyotda O'zbekistonga, Xitoydan O'zbekistonga olib kelinadi. Shuning uchun biroz yo'l kirasi qimmatroq, lekin nisbatan tezroq keladi. Demak, shu farqlarga ko'ra ajratib olib, o'zingizga kerakli bo'lgan mahsulotni yoki aviadan yoki avtodan buyurtma qilsangiz bo'ladi. BTB Cargoning yana bir afzallik tarafi, ushbu kargo orqali siz xohlagan mahsulotingizdan xohlagancha buyurtma qilsangiz bo'ladi. Lekin e'tibor berishingiz kerak, agar siz avtokargoga bitta mahsulotdan bir nechta, ya'ni bitta emas, 10 tami, 20 tami yoki 100 lab buyurtma qilsangiz yo'l kirasi o'zgarmaydi, lekin avia kargoga, ya'ni BTBning avia kargosi orqali siz ko'plab mahsulot olib keladigan bo'lsangiz, narxi biroz qimmatroq bo'ladi. Ya'ni hozir kunda $10 avia kargo deydigan bo'lsak, bir xil tovardan ko'pgina olib keladigan bo'lsangiz, $11,5 hisoblanadi. Demak, ushbu kargo kompaniya orqali xohlagancha mahsulot buyurtma qilib olib keltirsa bo'ladi. Demak, biz muvaffaqiyatli ravishda mana ma'lumotlarimizni, ya'ni Xitoydagi kargo kompaniyaning manzillarini kiritdik. Endi biz biror bir mahsulotni tanlab unga to'lov qilsak ham bo'ladi. Buning uchun albatta biz Visa karta ulab olishimiz kerak bo'ladi. Keling biror bir mahsulot tanlaymiz hamda unga Visa karta orqali Visa karta kiritib to'lov qilamiz. Masalan, mana shu mahsulot. Buyurtma berishni bosamiz. O'zimizga kerakli komplektni tanlaymiz. Mana shu chiroyli rang ekan. Va buyurtma berishni bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, yuqorida bizga mana avtomatik ravishda manzil qo'shildi. Biroz avval bu yer bo'sh edi. Buni bosib turib, ustiga bosib, xohlasak mana avtoga, xohlasak aviaga yo'naltirishimiz mumkin biz ushbu mahsulotimizni. Ya'ni boshqa kargo kompaniyalar bo'lsa ham mana shu yerga manzillar ro'yxat chiqqanda qaysi biriga yubormoqchi bo'lsak, mana shu yer o'zidan ham o'zgartirib olsak bo'ladi. Endi to'lov qilishga keldik. Pastroqda biroz avval ko'rsatib o'tgandik. Mana Visa kartani bosamiz ustiga hamda to'lov qilishni bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, 380 yuan to'lov qilasizmi demoqda. Biz ha'ni bosamiz.
hamda bu yerda bizga ko'rsatilgan mana bu taklif qilinayotganlar ichidan Visa karta bo'limiga tushamiz. Bu esa eng pastdagi mana ko'rishingiz mumkin Visa karta bo'limi. Bu yerga biz Visa karta ma'lumotlarini kiritishimiz kerak bo'ladi. Visa karta haqida ma'lumot bilsangiz, birinchi 16 ta raqam bo'ladi. Aytaylik, mana shunday raqam deylik, 16 ta raqam. Undan keyin hozir men tavakkal terib tashlaganim uchun bunday yo'q demoqda. Bunday Visa karta yo'q demoqda. Siz o'zingizni haqiqiy Visa kartangizni kiritsangiz, undan keyin amal qilish muddati va boshqa ma'lumotlarni kiritasiz. Hozir men o'zimnikini anig'ini kiritib, sizlarga ko'rsatib berib qo'ya qolay. To'liq anig'ini kiritamiz. 4023 0602 hamda 4230. Mana ko'rdingiz-a? Haqiqiy Visa karta bo'lsa, o'zi avtomatik ravishda topadi. Mana Visa deb yozmoqda. Keyingisini bosganimizda bu yerda mana tarjima qilib olamiz. Lekin o'zi aslida tarjima qilishingiz ham shart emas. Bu yerda mana yuqorisida eng birinchisiga ismingizni kiriting demoqda, keyin amal qilish muddati, keyin xavfsizlik kodi demoqda. Demak, birinchisiga biz ismimizni kiritishimiz kerak. Masalan, deylik Umar Zokirov. Lekin sizning Visa kartangizda o'zingizning ism familiyangiz bo'ladi. Ikkinchisida amal qilish muddati. Bu yerdan Visa karta amal qilish muddati muddati qancha ekanligini ko'rib, o'shanisidan tanlasangiz bo'ladi. Endi esa Visa kartaning CVV kodi. Hamma Visa kartaning orqa tarafda xavfsizlik kodi bo'ladi. 3 xonali xavfsizlik kodi. Mana shu kodni kiritishimiz kerak va qizil tugmani bosamiz. Bossak, telefonimizga SMS boradi. O'sha SMSdagi kodni kiritsak, biz muvaffaqiyatli ravishda mahsulotga buyurtma bergan bo'lamiz. Mana shunday qilib Pinduoduo ilovasidan ro'yxatdan o'tib, manzil kiritib, Visa karta kiritib, bemalol mahsulotlarni buyurtma qilsangiz bo'ladi. Hozir bir nechta mahsulotlarni buyurtma qilib, bundan keyingi videoda o'sha mahsulotlar necha kunda yetib kelganligi, u mahsulotlar qanday holatda kelganligi to'g'risida polni obzor qilib videorolik tayyorlaymiz. Hozir esa keyingi video uchun mahsulotlarni tanlab buyurtma qilamiz. Demak, mahsulotlarni buyurtma qilishni boshladik. Buning uchun mana o'zim foydalanadigan smartfonimdan o'zim akkauntimga kirib oldim. Bu yerda biroz smartfonim singan, e'tibor bermaysiz bu narsaga. Biz mahsulotlarni buyurtma qilish uchun tanlab qo'yganmiz. O'sha mahsulotlarni birma-bir buyurtma qilamiz. Xo'p, bu yerda mana silkasi bor. O'sha silkaga kiramiz. Ko'rishingiz mumkin bu nima narsa ekanligini. 为了检查预缴蒙险复发的情况，我专门买了一个无头石灯，给预缴做了一个全市检查之后，发现预缴的蒙险基本痊愈。但是就在那刹那间，居然发现桌子上有发霉的迹象，发霉食物的。Demak, ultrafioletli fonar. Shu fonarni buyurtma qilish uchun mana bu knopkasini bosamiz. 623 yuan ekan. Bu yerda bizga zakaz bo'lgan. Xo'p, aytishmoqdaki 10,5 yuanlikni deyishgan. O'sha 10,5 yuanlikni tanladik. Mana ko'rishingiz mumkin. Yuqorida kargo kompaniyaning manzilini kiritishimiz kerak va avtoga deyishgan. Mana bu yerga yozilgan bizga zakaz. Avto 10,5 yuanlik. Demak, biz avto kargomizni manziliga kirgizib, shuni zakaz berishimiz kerak. Meni ID kodim 7000. Men shunga zakaz qilaman. Men o'zim ajratib olish uchun mana belgi qo'yib qo'yganman avtokargo va bundan tashqari menda mana bir nechta kargo kompaniyalarining manzili bor. Demak, manzil tanlab oldim o'zimga kerakligini. Kerakli mahsulotni ham tanladik va zakaz berishni bosamiz. Sizga aytish yodimdan ko'tarilibdi. Men Alipay yordamida to'lov qilaman. Alipay yordamida mana hozirgi buyurtmamizni ko'radigan bo'lsak, mana hozirgi buyurtmamiz mana 10,5 yuan. Endi biz Alipayga kiradigan bo'lsak, mana Alipayim balansga kirsak 10,5 yuan yechib oldi. Hozir mana 18-mart 19:43 ularning soati bilan 19:43, mana bizda 16:44. 16 ko'rinyaptimi mana? Xullas, hozir mana buyurtma qildim, sraz mana Alipaydan yechib oldi. Men Alipaydan to'lov qilish tizimini to'g'rilab qo'yganman. Keyingisi mana avtoga orange rangini deyishgan, uni ham tanlaymiz. Mana batareykani zaryadlash uchun ekan.
Nima uchun avto deyilayotganligini sababini ham sizlarga tushuntirib o'taman. Avtoda elektronika narsalar va boshqa narsalarni hamma narsasini olib kelsa bo'ladi. Kiyim-kechakmi, elektronikami. Aviakargoda esa batareykalik narsalar, elektronika narsalar va yana bir nechta xil mahsulotlarni aviakargoga buyurtma qilish mumkin emas. Shuning uchun avtokargodan buyurtma qilasiz. Yana sotib olishni bosamiz. Rangini tanlang demoqda. Bizda mana bu yerda mana 3 xil rang bor ekan, ko'ryapsizlar, rang o'zgaryapti. Mana buni tanlasam qora, mana buni tanlasam orange. Va yana bizga avtokargo deyilgan. Demak, avtokargoni biz doimiyga qo'yib qo'yish uchun mana tanlab qo'yadigan bo'lsak, doimiy mana bu yerda avtokargo chiqadi shunda. Mana avtoviber. Agar mana bunisini, shuni belgini mana bunga qo'ysak, doimiy mana shu kargo kompaniya manzili chiqib keladi. Biz avtoni tanlaymiz va to'lov qilishni bosamiz. Mana bu yerda to'lov usullarini ko'rishingiz mumkin. Men Alipay'ni tanlab qo'yganman. Agar Visa karta kiritadigan bo'lsam, Visa kartadan to'lov ichib bo'ladi, lekin men mana ko'ryapsiz, Alipay'ga mana bunday galочка qo'yib qo'yganman. Shuning uchun men to'lovlarimni faqat Alipay'dan yechmoqda. 8,5 yuan edi, ko'rdingiz-a? Mahsulotlarni mana shunday videolarni ham ko'rishingiz mumkin. Biroz avval aytib o'tgandek, mana bu yerda kommentariyalarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu tovar uchun faqatgina 2 dona kommentariy bor ekan, lekin o'shanda ham bitta klient mana buyurtma qilib rasmga olib qo'yib qo'ygan ekan. Biz muvaffaqiyatli ravishda yana mahsulot buyurtma berdik. Endi bizga qo'shimcha qandaydir bonuslar bermoqda. Bular haqida ham keyinroq videolar tayyorlaymiz va mana shu narsalar, mana shu kartochkalar, bonuslar nimalarni anglatishi va ulardan qanday foydalanish to'g'risida bir nechta kanallar bor, Telegram kanallar. Ularga ham ulanib olsangiz yoki Instagramda foydali ma'lumotlar beradiganlarga ulanib olsangiz, bular haqida ham ma'lumotlar berib borishadi. Biz esa keyingi mahsulotni buyurtma berishga o'tayapmiz. Ko'ryapsiz-a? Qiyin emas, faqatgina yaxshi ajratib olinsa bo'ldi. Bu yerda bizga buyurtma qanday bo'lgan? Xo'p, havo rangi avtokargo uchun. Demak, buyurtma berishni bosamiz. Bu yerda avtokargo tanlab olingan va buyurtma berishni yana bosamiz. Shaxsiy kabinetimizga kirganimizdan keyin mana bu buyurtma bergan mahsulotlarimiz ro'yxati. Bu yerda to'lov o'tmagan mahsulotlar turadi. Bu yerda hozirgina buyurtma berilgan mahsulotlar, bu yerda tasdiqlangan mahsulotlar, bu yerda esa yo'lga chiqqan mahsulotlar. Mana bu esa manzilga yetib borgan mahsulotlar turadi. Biz hammasi jami mahsulotlar ro'yxatiga kiramiz. Va mana shu biz buyurtma bergan mahsulotlar ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu mahsulotlarni trek nomeri orqali biz qayerga kelganligini aniqlab olishimiz mumkin. Mana biz trek nomerini ko'rish bo'limiga o'tdik va mana shu trek nomerini ko'chirib olamiz. Va Telegramga kirib, Telegramda mana shu o'zi kargo kompaniya sizga BTB kargo adminlar tashlab berishadi. Mana trek info botga mana shu trek nomeri tashlasak, mana ushbu mahsulotimiz nima ekanligi aksesuar dila telefon soni bitta, trek nomer qaysiligi, yo'nalishi avia to'rda kelishi kerak. Xitoy omboriga 18-fevral kuni yetib borgan. Mana shunday qilib ma'lumotlarni sizga tashlab beradigan mana shu botdan ham foydalansangiz bo'ladi. Mana bu yerda videosi ham bor. Narxini ko'rdingiz-a? 504 yuan. 504 yuan. Endi hozirgi kunda bizning pulga qancha bo'ladi? Qani ochib ko'ramizda. 504 yuan so'mda yoki dollarda qancha bo'lishini ko'rasiz. 504. 75 sent. Pinduodo'dagi narxi 75 sent. Endi bundan ham arzonga yoki bundan qimmatlar ham bo'lishi mumkin, lekin bu yerda mana ko'p sotib olingan 252 ta kommentariyas bo'rini tanlangan. Mana buyurtma berilganda qanday holatda yetib kelganligini rasmlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Yo'q, bu 504 yuandan boshlanar ekan. Asl narxi mana 15 yuan bo'lib ketdi. Bizga mana shu komplekt kerak bo'lsa agar. Menimcha mana shu komplekt. Buyurtma berishni bosamiz. Avtokargo manzili tanlangan. Ko'rishingiz mumkin 624 yuan. Biz sotib olishni bosganimizda 908 yuanligi ham chiqishi kerak. Mana bu ekan 981 yuanlik. Endi bu mahsulotni bizga aviadan buyurtma
qilishni zakaz berishgan. Mana bu yerga kiramiz manzillar ro'yxatiga. Hamda aviya manzilini tanlaymiz. Bizda doimiy avtomobilga qo'ygandik. Endi bitta buyurtma aviyaga ekan. Aviyani tanlaganimizdan keyin yana to'lov qilishni bosamiz. Qizil tanlaymiz, mayli qani. Aviyaga deyilgan, yana aviya manzili tanlaymiz. Aviyani doimiyga qo'shib qo'yaylik. Aviyani tanladik va to'lov qilishni bosamiz. Ko'ryapsiz, Alipaydan to'lov qilaymi degan nuqta endi sal qimmatroq bo'lgani uchun va отпечатка orqali to'lov qilish yo'qib qo'yganman Alipayga va muvaffaqiyatli ravishda to'lov o'tdi. Mana. Sochiq ekan. Mayli. Demak, tezroq buyurtma beramiz. Dollar. Nima ekan bu? O'zimizning nonga o'xshash narsa ekanda, sichqoncha uchun kovrik dedim, shunaqa. Xo'sh, keyingisi mana bunaqa Real Madrid formasi. Xo'p, 22-23-yildagi mavsumdagi formasi, mana 22-23-yil mavsumdagi formasi M razmer va sotib olishni bosamiz. Bizga sariq Lamborghini deyishgan. Qo'yil bitta reklamasini ko'raylik-chi. Lamborghini Urus 是兰博基尼在售的唯一一款 SUV 车型。聪明的意大利人还给它取了个洋气的中国名字兰博基尼也可。要说它全身跟牛有关。 Va so'nggi mahsulotimizni ham muvaffaqiyatli ravishda buyurtma qildik. Ya'ni buyurtmachimizni barcha mahsulotlarini buyurtma qildik. Mana do'stlar, Pinduodo'dan ro'yxatdan o'tib, manzil kiritib, mahsulotlarni tanlab, kargo kompaniyani ham tanlab, mahsulotlarni buyurtma qilib yubordik. Endi keyingi videoda hozirgi buyurtma bergan mahsulotlarimizni birma-bir ko'rib chiqamiz, rasmdagi bilan solishtiramiz hamda video obzor qilib tayyorlaymiz. Sizga esa Pinduodo'dan buyurtma qilishni qo'ldan kelgancha qisqa hamda tushunarli qilib ko'rsatib berishga harakat qildik. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu qisqa vaqt davomida sizga qandaydir foydali ma'lumot berib olgan bo'lsak, biz juda ham xursandmiz. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalimizda qolishda davom etinglar. Ushbu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, fikrlaringizni marhamat kommentariyada yozib qoldiring, videoga like bosing va do'stlaringizga ham yuborishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'linglar.